Assalomu alaykum. Quvasoy Fakizodi bog'chilari. Mana bugungi ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Manzilimiz Quvasoy chekda bo'lyapti. Ushbu joyimizga общий 8 ta eshik, 4 ta rom, bitta fortishka olib kelib o'rnatib berdik. Narxi 31 million so'm. Xo'p, 4 ta rom, 3 ta eshik plus 5 ta bir qanotli eshik alyumin bo'lyapti. 2 qavat yodviy aynak. Tashqarilari, ichkarilari bir qavat yodviy gulli bo'lyapti. Razmerlarimizga kelsak, hop, birinchi romimiz 1.36 ga 1.36. Bu romimiz ham 1.36 ga 1.36, ikkita bir xilda. Eshigimiz 1.50 ga 2.15 bitta eshik. Hop, bu tomonga 1.20 ga 1.20 ikkita rom. Keyin 1.5 ga 2.15 ikkita eshik. Bular plus olib kelib o'rnatib berganmiz. Hop. Tashqari tomoni plus bu. Hozir ichkari tomoni alyumin. Yopilishlari. Uni o'lchab olamiz. Ha. Qulflanisi. Hop. Bu eshiklarimizga 5 tadan oshiq-moshiq. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Kasparov bilan plus zolotoy. Hop. Choklari qisilib qolgan, paketlar hatto chiqmaydi. Yaxshi qatirilganilar. Plus qanaqa deydigan odamlarga o'ycha o'ylaguncha tayyorgarchi ishini bitiradi deganda, bu akamiz ham Hasanbek aka Rossiyadan turib zakaz qilgan edi. Plus qilib bering deb ishimizni ko'rgan ekan. Plus qilib berdik. Ichkarilarini alyumin, yodviy qalampir gulli, original lambari, 53 original ruchkalar. Bularda ham ochilib yopilishlari go'zal holatda. Oshiqcha shumlar yo'q. Hamma yo'q, go'zal holatda bo'lib bitgan zazorlar ko'rishingiz mumkin. Tevasi hop bunday arkaydi, arkasini buzib to'rtburchak qilib o'rnatib berdik. Hammasi lazerga otilgan, chiroyli holatda bo'lgan. Bakka podagonilarimizni 6 cm ga 6 cm chiqarib o'rnatib berganmiz. Adisha original ruchka. Romlarimizda 2 tadan oshiq-moshiq. 3 skorli. Naryoqda ochib ko'rsatib beramiz. Bitta eski eshikni olib kirib qo'ygan edik. Zazorlar go'zal holatda. Uyni ichini salqin qilib bergan. Salqin qilgan. Koridorda eshiklari go'zal holatda bo'lib bitgan. Bu xonaning eshigi. Bittaga yaxshi bo'lgandan keyin, remont bo'lgandan keyin bu shumlar yo'qoladi. Tayini pol qilamiz. Laminat qo'qaman degdi. 8 cm o'xshi ko'tarib berdik kesakisi bilan. Chunki yerga oyoq qoqilmaydigan bo'ladi. Bu tomonga mana 20 li podagonli, oldiga 6, bu yoniga 6 cm chiqarib berganmiz. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Mana Alisher Olkinning 3 skorli. Mana bitta, 2 ta, 3 ta. Original saydinita oq polvon samolyotlar. Zatseflari joyida. Go'zal holatda bo'lib bitgan. Petlarni 2 tadan. Aytga 14 li eshik taqib berganmiz. Yerda bir-birini qisishi yaxshi bo'lsin deb 14 li eshik ishlatganmiz bu yerga. 100% germetika. Alyuminni choklari. Ishlaring qanaqa deb savol berganlarga ishimiz har bitta burchakda yechib bemalol ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonlari ham bir-biriga to'g'ri kelgan. Original SPS rezinka. Bu tomonni ko'rsataymi? Yumshoq.
Ziyodichkali zamoy, graf bez ruchka zamoylar. Boshqacha shum yo'q. Endi tevada. Ana bu tomonda 120 ga 120 romlarimiz, 110 ga 205, 215 eshiklarimiz. Hammasida 5 tadan petlar eshiklarimizni. Eshiklar qulflandi. Zatseflar to'liq ushagan. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 5 tadan oshiq-moshiq. Graf best zamoylar. Zazorlar yo'q. Hamma yo'q. Go'zal holatda. Chita germetika bo'lgan. Endi keyingi videolarimizda aynagini ham aldanlik ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bunda ham xuddi shunday oq, nima adishar o'kinli, uchiskoli ruchka. Zatseflari, soedinitellari to'liq holatda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Qanotini ham ligirovkaga taqqoslarini qo'yib berganmiz. Bitta kirishimizda o'ng qo'lda hammom ikkita eshigimiz bor. Ushbu eshigimiz 1.95 ga 80. Hamma eshik bir xilda 1.95 ga 80. Ikkitasi 2 metr koridorda hozir ko'rsatgan eshiklarimiz. Aka, bundan zamon qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, qulflanishi, ochilishi. Bu tomonda ham bu xonaga chiqib ketishga yana bitta eshik bo'lgan. Zazorlar yo'q. Mahkam qulflanishi. Bitta forchkamiz bor. 38 ga 38 plus. Bu tomonda endi oxirgi xona. Bitta tualet eshigi bor bitta. Bu ham 80 ga 1.95. Joyi tayyor boshidiga aynalarni solib tayyor qilib qo'ydik. Endi tayyorlab bersa o'rnatib beramiz. Eshigimiz 1.10 ga 2.15. Ko'rishingiz mumkin. Oshiqcha shum yo'q. Tashqaridan ham ko'rsatamiz. Padagonnilar. Bu xonaniki 30 lik padagonni, sababi bu xonalar gazobloy bo'lgan ekan. Narixona shlaka blokida pastda. Bunda ham xuddi shunday adishar o'kinli. Ko'rsatamiz. 3 stol. Zatseflari joy-joyda. Original soedinitellar. To'liq metal solingan. Ichlariga hamma yo'g'i go'zal holatda bo'lib, bitta ushbu obyektimiz. Xo'p, 1.95 ga 85 ta alyuminiy eshik bir xilda. Tualetga 2 qavat, qolganlar bir qavat yo'lli gulli. Xo'p, 1.10 ga 2.15 eshik, 2 ta plus eshik. 1.50 ga 2.15 bitta yana plus eshik. 1.20 ga 1.20 2 ta rom, 1.36 ga 1.36 2 ta yana rom plus. Narxi 31 million so'm bo'lyapti. Olib kelib ustanovka dastavkalari ichida garantiyalari bilan qilib berdik ushbu obyektimizni. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Garantiyali va chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Hasanbek aka, ishonch uchun rahmat sizga ham. Mana sog' bo'linglar, kuzatib borishda davom etinglar. Bizning xizmatimiz butun vodiy va Toshkent bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Toshkentga ham dastavka, ustanovka hammasi besplatni olib borib qilib beramiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlariga butun vodiy ichiga. Bo'lsa, akfada qolinglar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz zarur bo'lsa, eng sifatlisi faqat bizda.